Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi doirasida Yangi O'zbekiston davri islohotlar va istiqbollar mavzusida media tadbirlar ham tashkil etildi. Kun tartibida yashil energetika, ta'lim, IT va raqamli texnologiyalar, gender tenglik va inklyuzivlikni ta'minlash borasida mamlakatimizda olib borilayotgan ishlar tahlil qilindi. Ijtimoiy taraqqiyot va adolat uchun g'oyasi 150-yubiley assambleyasining asosiy mavzusini tashkil etadi. Bu jarayonlarga esa jamiyatda gender tenglik va inklyuzivlikni ta'minlamasdan turib erishib bo'lmaydi. Yangi O'zbekistonda gender tenglikni va inklyuzivlikni ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga bag'ishlangan tadbirda mamlakatimizda ayni yo'nalishda kechayotgan jarayonlar haqida so'z bordi. Xususan 2017-yilda boshqaruv sohasidagi xodimlarning 20% ni xotin-qizlar tashkil etgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bu ko'rsatkich 35% ga yetgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oila qizlar uchun 4% alohida kvotalar. Bakalavriatda o'qiyotgan qizlarimiz uchun 7 yilga foizsiz kreditlar, ayniqsa o'sha magistraturada o'qiyotgan qizlarimizni to'lov kontrakt puli 100% davlat byudjetidan qoplab berilishi. Bugun mana parlamentlararo ittifoqiga a'zo davlatlar tomonidan bu juda keng e'tirof etilyapti. Demak, O'zbekiston qisqa muddatda xotin-qizlar bo'yicha olib borayotgan gender siyosatida dunyoga amaliyotini o'rtoqlashadigan darajaga keldi. Inklyuziv yondashuvga qiladigan bo'lsak, nogiron yoshlarimiz, xususan qizlarimiz uchun alohida 2% kvota joriy etilgan. Oliygohlarda bugun ko'ryapmiz, ham moslashuvchan, ham masofaviy ish rejimlarida. Bu mehnat kodeksimizda ham avvalgi mehnat kodeksida xotin-qizlarning huquqini himoya qilish bo'yicha 3 tagina modda bo'lgan bo'lsa, bu yangi mehnat kodeksimizda 21 ta modda xotin-qizlarimizning haq-huquqini himoya qilyapti. Bir so'z bilan aytganda, parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi doirasidagi tadbirlar O'zbekistonda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan ortga qaytmas islohotlar va uning mintaqadagi yetakchilik salohiyatini, shu bilan birga yangi O'zbekistonning butun dunyoga tinchlik va taraqqiyot g'oyalarini ilgari surayotgan mamlakat sifatidagi pozitsiyasini yana bir bor namoyon etmoqda.